Umid opa, assalomu alaykum. Assalom, Yaxshimisiz? Charchamay ishlayapsizmi opa? Rahmat. Qarang, ishxonamiz bir-biriga qarama-qarshi bo'lsa ham ko'rishmaymiz a. Gapirmang, necha yil bo'ldi ko'rishganimizga o'zi ham? 5 yil, 6 yil bo'ldimi? Bo'ldi. Xo'p, opa, savollarim bor. Qanaqa savollaringiz bor? Xo'p, birinchi savolim stajingiz qancha? Stajim 16 yoshimdan beri ishlayotgan bo'lsam, 36 yil bo'ldi. Men bilan teng ekanmiz. hozir- Faqat 1 yoshdan katta ekan. Eslaysizmi, bir hali to'yda gapirgan gapingizni haligacha esimdan Nima chiqarmayman. degandi? Umida style nomer 1 degansiz. Rostdan o'zim aytganman. Siz aytgansiz. Eslaysizmi? Ko'proq gapni menga aytishadi. No, men o'zimni anaqa deb hisoblamayman haligi nomer 1 kamtar odamman men o'zi aslida. Yo'q, bilaman, ko'p eshitganman shu kamtar odamligingizni. Lekin shu paytda shunaqa degansiz, lekin haqiqatdan ham shunga harakat qilasiz, opa, lekin. Masalan, siz yoshingizda Instagram yurgizayotib turgan parikmaxir boshqa ko'rmaganman. Anjonim. Instagram eng haligi plashatka bo'lib qoldi hamma uchun, не только stilistlarga, boshqa hamma sohaga zo'r plashatka bo'lib qoldida. Keyin yana bitta narsa, har doim bir xilda turasiz, bilasizmi? Menmi? Hech o'zgarmaysiz. 10 yil oldin ham qanday bo'lgan bo'lsangiz, hozir ham xuddi shunaqasiz-da. Balkim bo'lishi mumkin. Odam doim shunaqa chiroyli bo'lib yurish uchun ayol kishi nima qilish kerak? Salonda ishlash kerakmi, nechun? Yo'q, ishlash shart emas salonda. Salonga kelib turish kerak. Хотя бы. Xo'p, opa, bitta savolim bor. Bu savolimga to'g'ri javob beradigan, menimcha, men o'ylashim bo'yicha yagona inson siz deb o'ylayman, opa. Chunki shuncha staj bor, bu narsalarni baland-pastini ko'rib chiqqansiz, opa. Shuning uchun sizga bermoqchiman. Xo'p, bu salonchilikni yaxshi va yomon tomonlari haqida gapirib bering. Plyus tomonlarini aytsam, plyus tomonlari yaxshi pul topasiz. Grafikingiz svobodniy, belgilanmagan, ertalabga kechqurun ketmas, xohlagan paytingizda kelasiz, xohlagan paytingizda ketasiz, uni o'zingizdan bilasiz. Keyin pokiza yaxshi ish, daromad yaxshi, yana nima kerak? To'g'rimi? Yashash uchun xohlagan payt, xohlagan joyga keta olasiz. Super to'g'ri. Yoqtirmagan odamingizni olmay ham qo'yaverasiz. Olmay ham qo'yaverasiz, ishga xohlasangiz kelmay ham qo'yaverasiz. Arendani to'lab qo'ysangiz bo'ldi-da. Minus tarafi shu oldin bo'lardi, hozir yo'q. Minus tarafi oldin salonchilarni yengiltay deyishardi. Hozir unaqa narsalar Hozir unaqa narsa yo'q. Eng business womanlar, ayollar, salonchilar. Opa, mana qisqa bo'lsa ham suhbatlashdik. Endi yana doim yoshi katta salonchilardan bitta narsani so'rayman. Shu yangi o'sib chiqayotib turgan bolalarga nima maslahat berasiz? Shu soha, imенно shu sohada.